Assalomu alaykum patishlar. Bugun navbatdagi videomiz Cobalt Paladini 2013 yil ishlab chiqarilgan. Mashinamizning ko'rinishlari zo'r. Chexol, toza polikop beraman deb o'tir. Chexollar qo'yilgan. 208 ming turibdi. Mashinamiz asan. Arqalardan ko'rsataman. Mexanika 3-pozitsiya magnitofon beri ishlab turibdi. Mashinamiz bu ilk kun bo'pti do'stlar. Metan qo'ydirganlar. Toza metan qo'ydiribdi. Avizlari bor. Kraska o'ng taraf krelida bor dedi. İçine o'tmagan dedi. Hozir teshkirtirib olarasiz ostanasiga. Ko'rishlari toza chexollar qo'yilibdi. Toza polik qo'yib beraman deb o'tir. 10 balon disklarini toza. Ko'rinishlar. Ne metan. Chotki mashinasi. Kraska o'zining yerida bor deb o'tir. Necha yerda bor deb o'tir. 3-pozitsiya 2013 yil ishlab chiqarilgan. Bu mashina keladigan bo'lsa, barter, avtokredit azroq yetar etmasa qarash ham turadi. Bemalol. Bunun bahasini 95 mingdan sal qaytib chiqarib beradi. Telefonlar 90 420 0035 raqamga telefon esa qiziq qiladi. Telegram WhatsApp'imiz bor. Chotki mashinamiz gap yo'q. Xudo alaman deydigan do'stlarimizga jo'rlansin deb qo'ysa shu videoni. Mashinamiz avtositda turadi va Kapital bankning qarshisida shu yerga kelaverasiz, shu mashina turadi. Tozalab bosib mo'ykadan olib chiqdik. Xudosa sotishga tayyor. Kelasizlar, eski mashinlarni berasizlar. Kelishamiz, olib ketaverasizlar, xudo xolasa. Batafsil ma'lumot qilsa telefon qilib olaverasizlar. Hamma qolib ketgan bo'lsa ma'lumot, o'zingizga kerakli ma'lumot bo'lsa.